Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. Bahrayn bosh murabbiyi, quradan omadimiz keldi. Bahrayn terma jamoasi bosh murabbiyi Dragan Talayich 2027-yilgi Osiyo Kubogi qur'a tashlash marosimidan so'ng o'z fikrlarini bildirdi. Qur'a haqida fikringiz qanday? Qur'a tashlash marosimi o'rta qoldi. Endi guruhda kimlar bilan o'ynashimizni bilamiz. O'ylaymanki, guruhimiz hammaniki kabi qiyin. Lekin bu qur'a jahon chempionati saralash bosqichi qur'asidan ancha yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Nima uchun? Jahon chempionati saralash bosqichida guruhimizda Yaponiya, Avstraliya, Saudiya Arabistoni va undan keyin Indoneziya bor edi. Bu safar qur'ada biroz omadimiz keldi deb o'ylayman. Ammo har bir o'yinda imkon qadar ijobiy natija ko'rsatish uchun eng yaxshi tarzda tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Birinchi o'yin HKDRga qarshi. Shimoliy Koreya. Undan keyin Yordaniyaga qarshi. Uchinchi o'yin esa O'zbekistonga qarshi. Turnirdagi birinchi o'yin har doim eng muhim o'yin hisoblanadi. Shimoliy Koreyaga qarshi o'yinga tayyor bo'lish uchun qo'limizdan kelgancha eng yaxshi tayyorgarlikni ko'ramiz va shundan so'ng qadamma-qadam oldinga intilamiz. Yordaniyaga qarshi yaxshi o'yin bo'ladi. Keyin esa O'zbekiston. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi va xalqimiz Osiyo Kubogida amal qiladigan ishlarimizdan faxrlanadi. Keyingi yig'inda yangi nomlar bo'ladimi? Albatta, bizda ko'plab yangi yigitlar bo'ladi va bu ular uchun yaxshi imkoniyat. Lekin shuni tushunishingiz kerak. Biz Gruziyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazamiz. Gruziya qanday kuchli jamoa ekanini bilasiz. Bu biz uchun juda yaxshi o'yin bo'ladi. Ba'zi yangi yosh yigitlarga imkoniyat beramiz va ular bu imkoniyatni saqlab qolib, biz bilan davom etishadi. Iordaniya Osiyo Kubogi favoritlaridan biri bo'ladi. Iordaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Jamol Sellami 2027-yilgi Osiyo Kubogi qur'a tashlash marosimidan so'ng OFKga o'z fikrlarini bildirdi. Iordaniya terma jamoasi o'tgan yili Osiyo Kubogi finaliga yo'llanma oldi va jahon chempionatiga chiqdi. Sizningcha bu holat jamoaning ushbu tarkib bilan Osiyo Kubogida ishtirok etishi uchun ijobiy omil bo'ladimi? Albatta, Osiyo Kubogi finaliga chiqish va jahon chempionatiga yo'llanma olish Iordaniya terma jamoasiga ko'proq tajriba orttirish imkonini berdi. Jamoa Osiyo futbolida o'z kuchi va mavqeiga ega bo'ldi. Shu sababli ular navbatdagi Osiyo Kubogida e'tibor markazida bo'ladigan va favorit hisoblangan jamoalardan biri bo'ladi. Musobaqa haqida yaxshiroq gaplashish uchun vaqtimiz bor, chunki oldinda jahon chempionatidagi muhim tajriba kutib turibdi. Buning davomida turli xil futbol uslublariga qarshi o'ynash va tajriba orttirish imkoniga ega bo'lamiz. Shu orqali navbatdagi Osiyo Kubogiga yaxshiroq tayyorgarlik ko'ramiz va kuchli tarkibni shakllantiramiz. Toki o'zimizni yaxshi tarafdan ko'rsataylik. Nega endi yana finalga yetib bormasligimiz kerak va Iordaniya futboli sharafini yana bir bor himoya qilmasligimiz kerak. Guruhda shogirdlaringiz O'zbekiston, Bahrayn va KXDR bilan bellashadi. Sizningcha bu guruh Iordaniya terma jamoasi uchun qanchalik qiyin bo'ladi? Raqobat har doim kuchli, barcha guruhlar kuchli. Eng muhimi raqiblarni va ishtirokchilarni hurmat qilish, so'ngra har bir o'yinga e'tibor qaratish va unga tayyorgarlik ko'rish. Keyingi bosqichga chiqish uchun imkon qadar ko'proq ochko to'plash kerak. Har bir terma jamoaning o'z texnik salohiyati va tajribasi bor. Zamonaviy futbolda jamoalar o'rtasidagi farqlar juda kichik va qisqarib ketgan. Barcha o'yinlar qiyin o'tadi. Oson o'yinning o'zi yo'q. Iordaniya terma jamoasining so'nggi 3 yildagi natijalari a'lo darajada bo'ldi. Sizningcha jamoaga xuddi shunday o'yin ko'rsatish va shu yo'nalishda davom etish uchun bosim bo'ladimi? So'nggi paytlarda biz o'zimiz ishtirok etgan barcha turnirlarda favorit jamoalardan biriga aylandik. Binobarin, biz bu omilga o'rganib qoldik va unga nisbatan immunitetimiz paydo bo'ldi. Umid qilamanki, biz tayyor bo'lamiz va muxlislarimiz va bizni kuzatib borayotganlarning orzu-umidlarini oqlaymiz inshaalloh. Lekin eng muhimi raqiblarni hurmat qilish va o'yinlarga tayyor bo'lish. Shuning uchun har bir o'yin va har bir bosqichdan so'ng bizning tayyorgarligimiz va samaradorligimiz yaqqol namoyon bo'ladi.
Umid qilamanki, yakunda muxlislarimizni xursand qilamiz.